G'ayrat Mahmudovni taklif etamiz. Xo'p, so'zim boshida bitta narsani aytib qo'yay. Kecha ustimdan kulganlar, bugun ham kulib o'tiringlar. Endi men o'zim tayyorlab kelgan o'zimga yo'q degan she'rim bor, qarshi olmasanglar, qarshilar yo'q bo'lsa, hamma anjalik, toshkentlik, kuchli bo'lsa, men shu she'rimni aytib bermoqchiman. Agar xo'p desanglar, bitta qarsak bilan boshlab boraveraman. Qarsak bo'lgan insonlar uylardan to'y bo'lsin, to'ylarda so'lgani qo'y bo'lsin, shu insonlar qonli katta boy bo'lsin, sevgilari mamsol osmondagi oy bo'lsin, ichgan pepsigola choy bo'lsin, boy bo'lsin, menga mashina gapirib to'y bo'lsin, lokashdagi loy bo'lsin, modelga cho'milgan soy bo'lsin, sevishgan chimaqdan joy bo'lsin, yengishlar talab bo'lsin, tutganlar bala bo'lsin, uzganlar gul bo'lsin, ishlar topganlar gul bo'lsin. Shunaqa joylarda bor bo'lsin, bunga bor bo'lsin, mana kimsadan qalam bo'lsin, qo'ziga tushgan qalam bo'lsin, yerga so'kar kelgan sholcha bo'lsin, oshkora olchi bo'lsin, olti boshlar bo'lsin, yonboshlar tomon bo'lsin, hammadan qalam bo'lsin, urug'lar baland bo'lsin, ilk farzandli o'g'il bo'lsin, balagilar bo'li bo'lsin, xamirlar to'la bo'lsin, boqalar qo'chqor bo'lsin, so'li bo'lsin, qarindoshlar o'g'illar bo'lsin. Sigirlar so'kkan moli bo'lsin, hammaning halol kishi bo'lsin, yonigan kishi bo'lsin, qora bo'lsin, qish bo'lsin, qish degan kishi bo'lsin. Qizlarimiz hayoli iboli bo'lsin, boshda ro'moli bo'lsin, kiyat uyga kiymasa, kiysa ham shamol bo'lmasin. Rahmat. Endi bugun o'zimni yana bir bor tanishtirib qo'yay. Ismim G'ayrat, familiyam Mahmudov. Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib boramiz. Endi bugun kimni yutishi bu omadga bog'liq deyishyapti. Omad haqida gapiradigan bo'lsam, ayni hozir omad haqida gapirmoqchiman. Yevropada bilsanglar 13 raqamini omadsiz raqam deb hisoblashar ekan Yevropada va bizda ham shunaqa insonlar topilyapti ekan. 13 raqami omadsiz, 13 futbolga kiymayman, 13 kepga kiymayman deydiganlar bor ekan. Lekin men bunga qarshiman. Odam yaxshi harakat qilsa, intilsa, buni omadi raqamga bog'liq emas deb o'ylayman. Buni men noto'g'riligini isbotlash uchun bundan 6 yil avval 2019-yil 13-oktyabrda uylanganman. Va uylanganimga 6 yil bo'ldi. Hozir qo'rqmasdan 6 yillarda baralla ayta olaman. O'shanda odamlar to'g'ri o'ylagan ekan. Yo, to'g'risi. To'g'ri o'ylagan ekanda. Men uylanganman, endi hammani ham boshdan o'tgan ustozlarni ham haligi ayol kishi homilador bo'ladi, taksi ko'z deydi. O'sha paytda bir narsalar yegisi kelar ekanda. Endi ustoz xotinim bir kun aytib oldi, G'ayrat aka dedi, aytgan yo'lyapman, piyoz yegim kelyapti dedi. Mayli, olib kelaman, odamlar kessa yegan dedi. Keyin anaqa bo'rga ham yegim kelyapti dedi. Xavotir olma, bo'rga ham olib kelaman desam, haligi qanaqa ham yegim kelyapti yana nima? Karton qog'oz ham yegim kelyapti dedi. Bo'ldi, uni olib kelaman deb kelsam, orqasidan SMS yozibdi. Aytgan ijroat bo'ladi, mana qo'ydi chag'i yog'i bo'ladi-yu, shunaqa ham yegim kelyapti deydi, kalbas olib berdi. Ichida bor ekanmiz. Keyin bir xotinim bitta gap aytib oldi. Benzin purish qarindoshi bor edi. Xotinimning benzin zapravkalari bor. Dadasi dedi, "Ana benzin purish qarindoshimiz ajrashib ketdi" dedi. Shuna gaplar xotinlardan chiqadi ko'proq. Shuna dedi, "Ko'rishib oldim, tinchlikmi aka? Nima ajrashib ketdingiz?" desam, "Turmush o'xshamadi. Endi o'ziga o'xshagan bir tur qolgan yo bir ajrashganda olsangiz kerak. Ya, benzin purish degan nom bor, benzin kalongalarim bor. Men turmushga chiqmagan qizga uylanaman" dedi. "Ha, bo'pti" dedim. Keyin uylanibdi. "Aka, uylandingizmi?" "Uylandim." "Xotiringiz nechinchi yil?" desam, 95-yil dedi. "Oho, 30 ga kiribdi, qarimasmiz, dadasi o'qitgan ekan, yerga bermasdan, sovchi rosa kelgan ekan. Mana magistratura, aspirantura qilib o'qitgan ekan" dedi. "Baxtli bo'linglar" dedimda, 2 oydan keyin benzin purish akamizdan ko'rishib oldim. "Aka, hayot qalay?" desam, "Pachag'i chiqdi, ajrashib ketdim" dedi. "Nimaga?" desam, "Aldanib qoldim" dedi. "Tinchlikmi?" desam, "95-yil deb berganimizda 80-yil ekan" dedi. Hali akamiz benzin purishni 95 deb bo'lgani 80 chiqib qolibdi. Keyin bunaqa bo'lganini qayerdan bilib qoldi 80ligini desam, ko'chada birga yursam shaqillayapti dedi. Rahmat, mana bu yerda men kelishimdan oldin onamdan duo olib keldim. Onam bolam omadingni bersa yutgin dedi. Hammani ham oilasida bor. Misol uchun hammani Toshkentda qanaqa qarindoshi bor mana. Vodiyliklar o'tiribdi, bitta ko'proq. Hammani Toshkentda qarindoshi bor. Toshkentga ketyapsiz, onalar albatta Toshkentlik qarindoshlarga nimadir ilinadi. "Men bir narsani berib bor" dedi. "Men yaqinda Toshkentga ketyapsam, ayam to'xta G'ayrat" dedi. Tashkentlik qarindoshlarimizga dedi, podvalga kirib, kompost, shakarop, murabbo, qiyomlar olib chiqdi. "Narsani Toshkentlik qarindoshlarimizga berib qo'yasan" dedi. "Xo'p" dedim. "Omalikib degan, to'xta" dedi. "Bankasini qaytarib kel" dedi. "Tushundingmi?" dedi. "Nimaga desam, boshqa banka olib beraverasiz?" "Yo'q" dedi. "Qayga kraskada M deb yozib qo'yganman, Minojatxon degani. Majnunga qaytarib kelgin, chunki joning achitib qo'yaman, ko'ching tutaman." Hop deb borib Toshkent qarindoshlari bilan ko'rishib, hali qiyomlar, shakarobni berib, endi bankani ijro qildim. So'ragan, qaytib, "Aya yo'lga chiqyapman" deb telefon qilsam, "Ayam, banka nima bo'ldi?" dedi. "Yo'q, aya to'g'risini bankani so'ragan ijro qildim." Sen tezda izingga
xotinlar bilan mushkul ishlatib o'tiribman aytdi hozir hamma ichida tezda qayt dedi o'zi qaytib borib uzr aytib bankani beringlar ayam zo'r bo'ldi nima degan yozuvini ko'rib olib kelyapsan perevoddan tushirsan shunday avariya bo'lib ketib qoldimda baribir ona bilan farzandni o'rtasida bog'liqlik bor ekan qanaqadir onani ko'nglini sezgan qarang telefon qilib bolam tinchlikmi nimadir bo'lmadimi ko'nglim g'ash dedi ayam avariya bo'lib ketdimsan bankaga ishdan so'radim dedi bankani bilmadim lekin kasalsanda dedim biz mana ijtimoiy tarmoqlarda bir ancha she'r aytganmiz ko'rganlar bo'lsa ijtimoiy tarmoqlar shunga yerda yangi bitta she'r qilganmiz bu she'r shu joylar san'atda bo'lsa Muhammad Yusuf shoirni qalamiga mansub ikror she'ri bor shuni mas'ul odamlardan shu she'rni so'rab ruxsatini oldingda mana shu bilasizlar bu otam akaonim onajon o'lgan O'zbekiston degan she'ri bor shu she'rni qarshi olsanglar bir ancha qilib anjan she'rida anjanga moslab aytganmiz bitta qasam bilan boshlab o'tamiz o qadam akaonim ayajon o'lgan anjanim jonim to'shak soyangga sendek mehribon yo'q sendek ko'rkam Rimdan alishmasman mikrorayoningga ashada bir go'sha suv bo'lsa mashada bir go'sha qirlar ashincha yurtni ko'rdim ashincha taqdirlar qayerga borsam suyab boshni tik tutib Damaslarning orqamdan harakat qilib yurar ko'rdim suluvlarning eng ifloslarin yo poppiman yo bir sodda kasman men Parijning eng go'zal restoranlarin bitta Bo'ston Somsonga alishmasman men rahmat bilgan bo'lsanglar mana ko'rib turgan bo'lsanglar 18 yil o'z bema'ni gaplar gapirmayapman sababi bizni shu madaniyat uyidan olib kelgan Jumaboy akamiz juda qattiq tayinlagan g'ayrat bolam 18 yil o'z bema'ni gaplar gapirmagin deb rosa so'kdi bema'ni gaplar bilan shunga unaqa gaplar gapirmayapman shunga shuncha toza narsalar aytib keladi qo'ldan kelgancha menimcha hozir bu birinchi o'ringa yarasha bo'ldi deb o'ylayman agar sovg'alarni qo'shsanglar yana gapiraveraman ikkiga yana hakamlardan iltimos qilib qolaman bunimcha o'ziga ishlayapti shunaqa zo'rmi deb o'ylamanglar rostdan shunaqa rahmat sizlarga yaqin daqiqalar